Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın arkadaşlarlık qarindaşlarım. Hammalarınki muşu vakti ve bunun iki vakti bu dünyalık ve o dünyalıkı her iki alemdeki hayırlık olsun canım dostlar. Ben Abdülaziz Beştoğrak hazır İstanbul'dan sizlerge Süleymaniye Vakfı üzüm işlevatqa yedin. İşten sırt salamlaşvatı ben canım dostlarım. Avazımın ait obdan çıkıp ötüptü. Esle bugün baldurak kılınış planlanan derste ötken hep de şunda planlanan daim şundan bulavatkan bir imtihan sebebi bilen bugün biraz keyinrak başlap kaldık qarindaşlar. Yani bilsege bu kolunu kilovatkan iPad başka bir yerde bulup kaldı. Hazırlıklı yapmak için şu vakitla ötep ketdi canım dostlar. Bugün biz davamlıq tədbir yay sizin dərslərdə öyrənib kilovatqan kitaplardan səhər saat 4:20-deki Harvard degen bunu Harvard Üniversiteti yaş ösmürlərə öyrətgən muvaffaqiyət qazanışının sırları. Harvard Üniversitesi'nin cemiyet sarkıllarını yetiştirişteki en güçleri degen bu en güçlerini birlikte öyrənib ötümüz canım dostlar. Aldığınki 2 saatlik derste Tirişkan tağ aşar degen babni 2 bölüp 2 dersga bölüp 2 haftada tügetdik. Bugün 2. bab işenç tengdaşsız kılalaydıganımga işinmen degen dersini birlikte şu babni birlikte yani 2 bölüp 87 ve 88. derslerimizde 2 haftadaki vaktimizni çıkarıp birlikte öğünümüz canım dostlarım. Ana olsa 2. bab işenç tengdaşsız kılalaydıganımga işinmen degen babdan bugün öğündüğümüz her bir büyük möcüze işençnin güç kudretin kilidi. İşenç hayatının tiriki, işenç takdirinin ilgisi degen mezmun. Onundan keyin özünü kemsitishning patqiqida muvaffaqiyatning gülü ünmeydi. Özüngni kemsitsen, özüngni söymesen kimsini suydu degen gapga o'xshash shu ma'noda özümüzge ishinish yetersiz bo'lsa tashvishda qolamiz, ikkilanamiz. Özüge ishinganlarga mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. Qiyin iş yok alemde iradelik Ademge diyen atasözümüz akliye sözle ba canım dostlar. Ondan keyin işenç sizge meyve berenmeydi lekin meyvege qandaq erişişinizni dep birdi. Diyen mezmun ne? İnşallah 88. dersimizde başlap ondan keyin hayat denizida zahmelenmeydigan kimi yok. Hakiki işençten müstehkem irade peyda buludu. Muvaffaqiyet işenç bilen öz yolunda meniş demektir. Başkala neme dep kala degen işine taşlaydı ikimiz canım dostlarım. Ana olsa asası mezmungu ötülü her bir büyük mucize işençnin güç kudretinden kilidi. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxiş hikmeti özümüzge işensek her qandaq işta g'alaba qozona alaymiz. Hazırkı zaman muvaffaqiyatşünaslığının peshivasi, ilham bəxiş kitaplarının başlamchisi Napolyon Hill mundaq degen idi. Özüge işindigan odam tağnımı yötkiyeleydi. Muvaffaqiyat qazanalaydiganligingizga ishengan vaqtingiz muvaffaqiyatga yaqinlashgan vaqtingizning o'zi shu. Bu gapning ma'nosi shuki, muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lgan odam o'ziga ishonishdan iborat axloq fazilatni hozirlashi kerak. Lekin meningcha o'ziga ishonish Harvard Üniversitesi'nin terakkiyat musabaqasiga texmi mas keladi.
Ular del aşındaq üzüge işengeçke üzüksüz möcüze yarattı. Harvard Üniversiteti yeni kurulganda özünü dünyadaki aldınqa qatardaki orunga tizdi. Harvard Üniversitesi'nin insaniyet üçün münavver ixtisaslıqlarını terbiyelep birelaydiganlıqıga tuluq işençisi var idi. Vahalenki muşu ixtisaslıqlar bütkül insaniyetinin terakkiyatıga gayet zor töhbe qoşalaydı. Siz Harvard Üniversitesi'ne aylansanız o yerde tarixinin tindurmasını his kılalaysınız. Bu tindurma aldığınızda güya gayet giganit ademdek kalp götürüp turdu. Bu zor adem sizni özünün büyüklüğüne kayıl kılıdı. Bu mektepte türlük ırıktaki ademler var. Dünyadaki her kaysi milletinin gipini anlayalaysınız. Harvard Üniversitesi eçivitilgen bilim yurtu boğaçqa, ikinci Birleşken Devletler Teşkilatı'na okşaydı. Mektep kurusunun mıh adam bilen toğallıkını, yollarının öz ara girelişip ketkenlikini küreleysiz. Dünyaya dağınlıq bu bilim yurtuga dünyanın her kaysi caylarının kelgen münevver okuqçular toplaşkan, ola bu yerde ictihat bilen, ilim tahsil qilish bilen billa hayatının en kıymetli tecrübelerine ega boludu. Bugünkü günde xalqaro muhitda iqtisodning yarışarılışış yüzlenişi barğansırı gevdiliniyotidu. Halbuki 100 yıldan artıq tarihi ega Harvard özüge işinişinin küç kudurtu bilen izchil türde dünyanın aldıda ketip atmakta. Menimce bu özüge işinişinin tuluq namayan buluşu. Şundaqlı del Harvard'ның muvaffaqiyatşunas yetekçisi Emerson etqandek, öz iqtidarımızga işensek, her qandaq işte galiba qazına alaymiz. Vahimiden xalas bolalmaganda hayat haqqidagi birinci dersini öğrenmeymiz, depto Emir, yani Harvard'ның muvaffaqiyatşunas yetekçisi Emerson. Amerikalık meşhur psikolog Ken, doktor Harvard Üniversitesi'ndeki nutuk sözleş yığınında bir qaratellik balanın iş izlerini sözleydi. Bir günü bağçada bir top aqtellik bala oynavatatdı. Şar satıdığan bir bovay balalarının yeniği keldi. Aqtellik balalar bovayının koludaki şarını görüp onun etrafıga herdek oluşudu. Bir bala birden şar elip oynaydı. Rengarenk şarını asmanga koyup birdi. Şu çağda bağçadaki güllüknün yanında bir miskin qaratellik balı peyda buludu. O balının aqtellik balılar bilen bekmi oynağısı vardı. Lekin onun işentisi kemçil idi. Şunu o güllüknün keyni götüvelip oynavatkan balılarga oğurlukça qarab turudu. Qaratellik bala aqtellik balılar ketkendiň keyin korkum sırıgan halda bovayның aldığı keldi. Bovayga nahayet ihtiyat bilen "Mağa şardan birini setip beremsiz" deydi. Bovay külüm sürügineçi balığı qarab qoyup mulayimlik bilen "Elbette boludu. Sen qaysı xil rangni yaxshi görürsen" deydi. Bala kalpukini işlep qoygandan keyin "Qarısını alay bulamdı" deydi. Bovay balının gipige hayran boludu. Lekin beşini liňiştip balığa qarı şardan birini berdi. Qara tellik bala şarını algandan keyin bovayның yeniden yügürgüneçi ketidi. Omu aqtellik balalardek şarını asmanga koyup berdi. Şar kökke asta kötürüldü. Şarının asmaga uçup yürgenlikini köygen bovay balanın beşini silap durup mundaq deydi. Balam, şargı qara. Şar sırtı çıraylık boğanlığı üçün asmanda uçmayıvatıdı. Balam, şargı qara. Şar sırtı çıraylık boğanlığı üçün asmanda uçuvatmaydı. İşçiге oksigen kaçılı kaçkı uçuvatıdı. Demek
bir adamning muvaffaqiyat qozonishi yoki mag'lub bo'lishini uning kelib chiqishi emas, balki uning ishonchisining bor yo'qligi belgilaydi. Qaratanlik bola beshini linchtudi. Qandaqdir bir narsani astoydil muloyiza qiladi. Bola to'g'risida gap tex tugimidi, deydi haliki doktor pastda o'ltirgan Harvard o'quvchilariga. Sizlar ashu qaratanlik o'quvchining oxiri qandaq bo'lganligini bilamsizlar? O'quvchilar boshlarini chayqaydi. Asli qaratanlik bola konduktor edi. Bunu bilgen o'quvchilar qizg'in alqış yangritdi. Bu hikoyani birinchi qatim o'qiganimda o bolaning kechirmishlariga cho'nqir hissdoshlik qilganligim, shundaqla buvayning gaplaridan ta'sirlanganim esimda. Turmush har bir odam uchun aytganda qiyin ish emas. Bizda mustahkam kurash qilish ruhi bo'lishi, texmi muhimi hamma ishda g'alaba qilaman deydigan ishonchga ega bo'lishimiz kerak. İşenç, özünü tushunish, özünü hurmatlashdan iborat aqliy turmush pozitsiyasidir. Yoshlarda ishonch kamchil bo'lsa, ularda passiv ruhiy holat paydo bo'ladi. Buning bilan qurbi yetadigan ishlarni boshqa elib chiqolmaydi. Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishdagi siri. Harvard Üniversitesi'nin o'qituvchisi Og Mandino o'ziga ishonishning muhimligi to'g'risida mundaq degan edi. Bir odam muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'ladi ekan, o'zida ko'p xil fazilat xislatni hozirlashi kerak. Buning ichidagi eng muhimi o'ziga ishonishdir. Birinchi, qanday qilganda bu nuqtani ishga oshirg'ili bo'ladi? Og Mandino bu haqda yoshlar va o'smirlarga mundaq taklif berdi. Birinchidan, o'z taqdirini o'zgartiradigan jur'at bo'lishi kerak. Kishilar tug'ilishini o'zi belgilayolmaydi, lekin taqdiri o'z qo'lida. Muvaffaqiyat qozonaman deydigan taqdirini o'zgartirishga jur'at qilishi lozim. Ikkinchidan, o'zidagi boylikni qizishni bilish kerak. Bir odam bir jup oyog'i kam bo'lg'achqa mayuslanibdi. Chunki o 2 futi yo'q kishilarni ko'rmagankan degan so'z nihoyatda to'g'ri aytilgan. Shunga siz o'zingizdagi boylikni bayqasangiz, texmi zo'r ishonchga ega bo'lasiz. Uchinchi, o'z afzalligi asosida ish ko'rib, nishonini amalga oshirish uchun tirishish kerak. Ayning 15 qorong'u, 15'i yo'ruq degan gap bor. Bir odam bir ömür mag'lubiyat ko'langisida gangirab yurmaydi. Siz afzalligingiz asosida ish ko'rishni bilsiniz hamda nishoningizni ishga oshirish uchun kurash qilsangizlar, muvaffaqiyat har zaman sizga hamroh bo'ladi. Shunga kishilar endi Harvard Üniversitesining siniqi to'g'riliq bir sınaqni elib borayli. İşenciniz nereden kelgan? Psixik sınaq. Bir egizlik uyingiz bo'lsa, uyingizning temiga nima asatdingiz? Birincisi badiiy rasm, ikkinchisi o'zimning rasmini, uchinchisi kalendar, to'rtinchisi soat. Javobning tahlili. Birinchini tanlaganlar, ya'ni badiiy rasmni tanlaganlar hissiyatga intayin ahamiyat berdiganlar bo'lib, ularda mehr, muhabbat, do'stlik kam bo'lmaydi. Vaholanki, ulardagi eng zo'r ishonch turmushini obdan o'rinlashtirishdan keladi. Hamda mushu orqali diti va qobiliyatini namoyon qila oladi. Ikkinchini tanlaganlar, ya'ni o'zimning rasmini osman deganlar, sizlar tashqi qiyofatga bek ahamiyat beradigan kishilar bo'lib, ishonchinglar boshqalarning sizlarni muayyanlashtirishdan keladi. Boshqalar sizlarga qoyillik nazari bilan qaraganda, sizlarda ishonch paydo bo'ladi.
Elbette sizler yaxshi oila muhiti, yuqori o'qish tarixi qatorliqlarga ahamiyat bersizlar. Endi kalendar asma deganlar uchinchini tanlaganlar sizlar tirishib o'rganganlardan o'rgangan biliminglar qancha ko'p bo'lsa, ishlagan xizmatinglarmi shuncha ko'p bo'ladi. İşençke to'lisizlar. 4. Saatni asama deganlar kim bo'ladi bular? Bularning tahlili sizlarning ishonchinglar xizmat unuminglardan keladi. Planinglarni tuzib olgandan keyin darhol ishga kirishsizlar, shundaqla o'zingizlarga bo'lgan ishonchinglar to'lib tashidi. Ya'ni bu bir tahlilkan qadrli qarindoshlar. Endi İşenç hayatının tiriki, işenç takdirinin ilgisi degan mazmunni seher saat 4:20'deki Harvard degan kitaptan birlikte o'qiymiz. 2. bab işenç derecinin işenç tangdassiz qılalaydiganligimga ishidiman degan bab qadrli qarindoshlar. Onundan 2. mavzuni birlikte o'qiymiz. İşenç hayatının tiriki. İşenç hayatının tiriki, işenç takdirinin ilgisi. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti. İşenç hayatının tiriki. Aciz tiliniz bilen onunla tirilip durursiz. İşenç takdirinin ilgisi ayetki yolunu özgertişke boladı. Men Harvard'da okuyduğum cungoluk bir okuvchunun mektep korosida sabaqdaşları bilen birge tushgan resmini ko'rgan edim. Harvard'ның bu sarxillarının chehrisida ishonch tabassumi parlab turadi. Bu kelgusi kurash yo'lini quyosh nuri yo'ritib berayotgandek o'ziga qattiq ishonadigan yoshlarga xos tabassum edi. Biz etrafimizdeki muvaffaqiyat qozongan kishilarga diqqat qiladigan bo'lsak, ularning mustahkam ishonchga ega bo'lishdek o'rtaq aloylikka ega ekanligini bayqaymiz. Bu ham tarixda o'tgan barliq ulug' kishilarga o'rtaq bo'lgan aloylikdir. Ishonchsi kam odamlar bir qatim mag'lubiyatga uchrashi bilan umidsizlanadi. Hatto ilgarilamay to'xtab qoladi. Ishonchga to'lgan kishilar bo'lsa, davomliq sinab boqadi, davomliq ilgarilaydi, nishoniga yetmigicha qilch to'xtab qolmaydi. Shunga kishilar ishonch hayotning tiriki. Siz ojiz tilingiz bilan uningga tirilib tursiz. Ishonch taqdirning egisi, aytki yo'lni o'zgartirishga bo'ladi deydi. Ger degan bir o'quvchi Harvardni bitkizgandan keyin mashina elektr kasbi shirkati qurdi. Gerning shirkati qisqagina bir necha yilda davomli kengayib, yillik foydasi 1 milliondan oshib ketdi. Lekin ishonchisi to'lib taşqan Ger o'z natijalaridan rozi bo'lmay, shirkatini bozorga kirgizdi. Bu orqali nurg'un mablag' to'plab, texmo cho'ng ish qiladi. Ayni chaqda pay shirkati qurish tas emas edi. Lekin Wall Street ko'chasidan amaliy kuchi zo'r bo'lgan pay setishni huddiga og'uchi savdogarni tepish oson emas edi. Chunki pay savdogarlari amaliy kuchi kuchli bo'lmagan shirkatlarga qiziqmaydi. Ger shirkatining hamma rasmiyatini bijirib bo'lgandan keyin bir aksiya savdogarining o'zi bilan hamkorlashishni xohlamaydiganligini bayqaydi. Bu chaqda Ger qiyin ahvolga tushib qoladi. Odatdagi bir odam bunda qiyinchilikqa duch kelgan bo'lsa, oson voz kechgan bo'ladi. Lekin ishonch va irodaga to'lgan Ger unda qilmaydi. U endi payni pay savdogarlari orqali emas, o'zi setish qaroriga keladi. Shuning bilan u o'ziga yordam beradigan og'inlarni yig'ib, shahar yurib, o'zining pay to'plash ahvolini tushundiradi. Gerning bu harakati jamiyatda zo'r ta'sir qo'zg'aydi. Shundaqla kasbdoshlari uning bu harakatini
tolumu külgülük bir iş dep qarışıdı. Gerinin bu işinin neticesi qandaq boludu? O Wall Street koçusidagilarning ko'z qarashini buzib tashlab, oxirida yengib chiqadi. Kishilar bu tijorat yo'lidan chatnigan savdogarga cho'nqir qiziqadi. Ba'zi savdogarlar qoyillikdan, ba'zilari qo'llab yoki qiziqishdan, yana ba'zilari sinab baqish yuzasidan uning payini bas-basda setib oladi. Ger qisqagina vaqtda 500 mingga yaqin payini setib, 1 million dollarga yaqin mablag'ga erishidi. Shuning bilan Gerning ishonchi texmi eshib, mablag'ining hammasini ishga kirishtirib, xuddi kichik baliq cho'ng baliqni yutib o'tgandek bir necha cho'ng shirkatni yutib oladi. 2 yildan keyin Gerning mablag'i 500 milliondan eshib, shu chaqdagi pay sohasidagi mashhur shaxs bo'lib qoladi. Bu dunyoda muvaffaqiyat qozonish, ko'rinarlik natijalarga erishish undaq oson ish emas. Biz yo'l ishidan yangi yo'l tepishni o'rganib olishimiz kerak. Ba'zilarning muvaffaqiyat qozonolmasligining sababi ularda iqtidor ve fursatning kemlikidan emas, belki ishonchning kemlikidandir. Ular o'zlarining yeni mo'jizalarni yarata oladigan iqtidori borligiga ishonmagachga, ko'ni qoida usullarga esil bo'ladi, qiyinchilikqa duch kelganda osonla voz kechadi. Men yoshlar o'smirlarning saniga shuni sanmoqchiman. Ko'nglingizga putgan nishoningizga yetalaydiganga ishonsangizlar, ishonchingiz bilan pozitsiyangiz kuch-quvvatingizning manbasiga aylanadi. Chunki ishonch biz bo'ysundirmoqchi bo'lgan barliq narsalarni bo'ysundirishimizga yordam beradi. Harvardning muvaffaqiyat qozonish siri. Bir mashhur yozuvchi Harvardga berib dars so'zliginida men ishonchi to'lib toshgan, shundaqla o'z nishoniga qarab ilgirlagan odamning muvaffaqiyat qozonolmaganligini ko'rmadim degan. O'ziga ishonadigan odam bilan o'ziga ishonmaydigan odamlarning masalalarga qarashi tamoman o'xshamaydi. O'ziga ishonadiganlar masalaning yaxshi tarafini ko'radi hamda tezdan masalani hal qilishning amalini izlaydi. O'ziga ishonmaydigan odam masalaning yomon tarafini ko'radi, hamisha kichkina qiyinchilikni cho'ngaytirib o'tadi. Schopenhauer mundaq degan edi. Shay'lar odamlarga ta'sir ko'rsatmaydi. Odamlarga ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, odamlarning shay'larga bo'lgan ko'z qarashidir. Shunga Harvard professorlarining o'quvchilarga qo'yadigan birinchi talabi o'ziga ishonish, yana o'ziga ishonish. O'ziga ishonadigan odam to'pini oltinga, toshni guharga aylantiradi. Mana bu bir odamning muvaffaqiyat qozonishining siri. Hem de Harvard Üniversitesi'nin sınıqıdan bir sınaq bakken, özünüzge qanchalik darajada ishondigansiz. Psixik sınaq. Ma'lum bir shirkat xizmatchi qabul qilmoqchi bo'libdi. 4 odam tizimlabdi. Siz xo'jayin bo'lsangiz, tuvandagi 4 odamning qaysisining istiqboli bor deb qaraydingiz. Birincisi semizrak er. İkincisi egiz er. Üçüncüsü paka er. Dördüncüsü otturu boy er. Cevapның tahlili. Birincisini tanlaganlar nispeten ümit var. Yani semizrak erini tanlaganlar nispeten ümit var. Sizlerde muayyen derecede özünü kemsiz xahişi bolsunmu? Lekin o çıkıyor kalda fikir kılısılar. İkincisini tanlaganlar yani egiz erini tanlaganlar sizler taqi turqunlardan razı emasizlar.
Həmişə bir amallarını qılıb özünlərini özgərtişə uğrunusilər. Bir işini qilishdən burun muvaffaqiyat qazanmaslıqlardan əlsirişinlər mümkün. Üçüncüsü tanıdığanlar pakar erdim. Sizlər özünlərini bir qədər kəmsidiğanlar. Lekin bu xil kəmsitiş muvaffaqiyat qazanışınlara türkü buludu. Dördüncüsünü tanıdığanlar özünlərdə işençinlər yox buluşu mümkün. Şunun bilan bir vaqtda özünlərini kəmsitmeysizlər. Çünki sizlər taşqi obrazınlarını emas, belki əmini küçünlarını mühim bilisizlər deptu bu sınaqda. Yani Harvard'ınki şu Səhər saat 4:20 Harvard degan bu kitapta asasen her bir mavzuda birden sınaq bakən, qədirli qarindaşlar, psixik sınaqkən, onun cavablarını təhlil qılıb nəhayət yaxşı nəticələrə ulaşışımız qərdən bir degan. Endi tədbiriyay sin dərsləri 87-ci dərsimizdə davamlaşdırırız. Səhər saat 4:20 Harvard 2-ci bab İşenç təngdassız qılalaydıqınımğı işinimə degen babda 3-cü mavzu bolğan özünü kəmsitişnin patqıqıda muvaffaqiyatning gülləri ünmeydi. Harvard Üniversitesining ilham bəxş hikmetlik sözü. Adam özünü kəmsitiş tərəfindən düşülüb qalğanda ögünüş və turmuş cəhəti ruhsuz bekinme halette bulup kalıdı. Harvard'kiler meni her qitim leksiya sözleşki teklif qilganda nahayet qiziqarli bir ishni, yani munbarda turib ba'zi o'quvchilarning leksiyamni nahayet ruhliq holda bütün zihnini qo'yib anglayotganligini, ba'zi o'quvchilarning bo'yinlarini ichiga tiqishgunicha to'liq ruhsiz o'ltirganligini bayqayman. Menimcha bu o'ziga ishonganlar bilan özünü kəmsitidiganlarning farqi bo'lsa kerak. Kundalik turmuşda özünü kəmsitidigan ba'zi yoshlar, o'smirlarni doim ko'rib turman. Ular ma'yus, ruhsiz, hatto tushkun yuriydi. Ular tashqi dunyoga baho berishga alohida e'tibor beradi. Har qachon, har joyda nihoyat ehtiyotchan bo'lib, asalla o'zini inkor qiladi. O'ylab baqayli. Bir adam özü itiraf qilmasa, qandaqmı başqalarının itiraf qilishiga erisha oladi? Özünü kəmsitishning patqiqiga petib qolgan bir adam, bo'yim pakar, o'ngim qara, ko'zim kichik, o'qish tarixim tuvan, oila ahvolim yaxshi emas deganga o'xshash turli sabablar bilan o'zini kəmsitadi va tushiradi. Adam özünü kəmsitish sababidan tushkunlashib qolganda ögünüş ve turmuş cəhəti ruhsiz bekinmə holatga tushib qoladi. Navadı yoshlar özünü kəmsitsə, ruh cəhəti qanqirab, tushkunlashib və iradəsiz bo'libla qolmasdan əməli hərəkət cəhətdimi öz payda ziyninglarning g'amini yegachga, ilgirilmagachga nəhayət nurg'un muhim fursatdan mahrum qoladi. Profesör Abid Harvard Üniversitesi'de ochiq ders o'tmoqchi bo'lib, asta munbarga chiqdi. Onun qo'lida darslik yoki konspekt yo'q edi. Saboqdoshlar, sizlar rangarang hayotlik va xilma-xil kishilarni ko'rib turibsizlar. Ularning ba'zilari vaqtni qorong'ulik ichida hasrat chekkinicha behuda o'tkazmoqda. Ba'zilari quyosh nuri ostida jinining boricha tirishmoqda. Şundaqla ahirida özünün parlaq turmuşini yaratmakta. Profesör Abid ko'zoynakini tuzashtirib qo'ygandan keyin so'zini davomlashtirdi. Bular shuning uchun shunday qiladiki, ularning ko'nglida ikki narsa ayrim-ayrim saqlangan. Sizlar ularning nimaligini bilamsizlar? Pastda o'ltirgan o'quvchilar mulohaza qilishga o'tirdi. Ular turli javoblarni berishdi. Lekin bu cevaplarının hiç qaysisi Profesör Abidni qanoatlantirolmadi. Profesör Abid bir dem to'xtab olgandan keyin gapini davomlashtirdi.
Əməliyyatda bu sualın cavabı nəhayət addi. Biroq javobini deb berishdan burun sizlarga bir voqeani so'zlab beray. Bu voqeani anglab bo'lgandan keyin savolning javobining nimaligini bilalaysizlar. Professor Abid kulimsirginicha gapini davomlashtirdi. İnsanlar apırdı bo'lgan dastlabki chaqlarda Parvardigorim insonlar bilan bir o'yin o'ynamoqchi bo'libdi. Shuning bilan Parvardigorim o'zini kamsitish degan narsani qandoq qilib insonlarga to'ydirmasdan ularning vujudiga joylashtirishni farishtalar bilan maslahatlashibdi. Farishtalar bir haza o'ylashgandan keyin har xil takliflarni beribdi. Ba'zilari o'zini kamsitishni insonlarning ko'ziga joylashtirayli debdi. Ba'zilari quloqiga joylashtirayli debdi. Yana ba'zilari tishiga joylashtirayli debdi. Parvardigorim farishtalarning takliflariga kulimsirguncha beshini chayqabdi. Ularning takliflarini xo'p ko'mabdi. Oxirida bir yosh farishta o'zini kamsitishni insonlarning yuragiga joylashtirayli. Yurak degan eng maxfiy pinhon joy debdi. Professor Abidning gapi tugabdi. O'quvchilar savolga javob topganligiga ishonibdi. Bu chaqda bir necha o'quvchi qarishini o'tirib qo'ymoqchi bo'lib qo'l ko'taribdi. Ularning ishidagi bir o'quvchi mundaq debdi. Professor, siz degan ikki narsaning nimaligini bildim. Biri o'zini kamsitish, yana biri o'ziga ishonish, shundaqmi? Bu chaqda Professor Abid memnun bo'lgunicha beshini lingishtirdi. O'zini kamsitadigan odam boshqalarning ortiqchiligi bilan o'zining kamchiligini o'zaro selishtirishni yaxshi ko'rdi. Natijada selishtirgan siri o'zini boshqalardan tuvan hisoblaydi-da, buning bilan o'zini kamsitish psixikasi shakllanadi. Navoda yosh o'smirlar o'zini kamsitsa, bu ularning o'sib yetilishi va taraqqiyotiga intayin ziyonlidir. Chunki o'zini kamsitish psixikasi odamda tashvish paydo qiladi. Shundaqla odamning diqqatini chechib o'tadi. Natijada kishini mag'lubiyatga elib boradi. Shuning bilan bir vaqtda kishilar muvaffaqiyat qozona olmagandan keyin o'zini kamsitadi. Shunda qilib odam mangu o'zini kamsitish patqiqiga petib qoladi. Dal mushu sababdan yosh o'smirlarda o'zini kamsitish ko'rilganda yoshlar o'smirlarda o'zini kamsitish ko'rilganda uni oqilonlik bilan supurib tashlashi kerak. Ular o'zini kamsitishning patqiqida muvaffaqiyatning guli mangu unmaydi degan so'zni har vaqt esida chin saqlashi lozim. Harvardning muvaffaqiyat qozonish siri. Harvardning professorlari o'quvchilarni doim mundaq ogohlantirib turadi. O'zingizni mukammallashtirmoqchi, tez o'sib yetildirmoqchi bo'lsangiz, o'z kuchingizga tayinib, o'zingizni kamsitish ustidan g'alaba qiling. Yoshlar o'smirlar o'zini kamsitishning patqiqidan qanday qilib qutula oladi? Dersda nurg'un saboqdoshlar oldidagi o'rinda o'ltirsa, biror ish yuz berdigandek orqada o'tirishga amroq. Navoda qalbingiz o'zini kamsitish bilan to'lgan bo'lsa, dersda oldidagi o'rinda o'tirishingiz kerak. Shunday qilsangiz, o'ziga ishonganlarning hissiyotini tushunatdingiz. Onundan boshqa turmuşda beden tilingizni o'zgartirish orqali o'zingizni tanishab tursangiz bo'ladi. Alayliq, qadamingizni yenik iling. Qadda qomatingizni mazmut tuting. Bundaq o'zgarish qadda qomatingizni mazmut tuting. Bundaq o'zgarish dilingizni yoritib, o'zingizni kamsitishdan xoli qiladi. Endi Harvard sizni sinaydi degan bir sinoq bor ekan.
Siz özünüzni kemsitadigan odammi? Degan savolni qo'yaptim. Psixik sınaq. Yo'ldan 500 so'm tepib oldingiz. Bu pul siz amroq marvoyitni elishingizga yetmaydi. Lekin siz 500 so'mga özünüzge zürür bo'lmagan bir jup oyoq olgandan sirt yana azroq pul eshib qoladi. Bu chaqda siz qanday qilardingiz? Birinchisi, özüm 500 so'mga azroq pul qo'shib marvoyit olatdim. İkincisi, 500 so'm pulga bir jup oyoq va ushaq-tushak bir nimalarni olatdim. Üçüncüsü, pulni bankada qo'yib hech nima olmaydim. Javobning tahlili. Birinchisini tanlaganlar, yani 500 so'm tepib olganlardan qanday qilarding deb so'ralganda, özüm 500 so'mga azroq pul qo'shib marvoyit olatdim deganlar, o'zinglarni kamsitmaydiganlar. Ba'zida o'zinglarga ishonmasanglarmi, lekin tanlashga duch kelganda hamon oqilona qaror chiqara olasizlar. İkincisi tanlaganlar, sizlarda azroq o'zini kamsitish psixikasi bor. Ya'ni 500 so'm pulga bir jup oyoq va ushaq-tushak bir nimalarni olatdim deganlar, sizlarda azroq o'zini kamsitish psixikasi bor. Hamisha boshqalarning fikrini elishni yaxshi ko'rsizlar. Vaholanki mustaqil tanlaydigan vaqtinglar nihoyat oz bo'ladi. Endi pulni bankada qo'yib hech nima olmaydim deganlar, üçüncüsini tanlaganlar bo'ldim. O'zinglarni kamsitmaysizlar, lekin tanlashga duch kelganda doim ziyoda qaram bo'lib ketisizlar. Shundaqla aldirab tinib, bir damdala qaror chiqarib qo'yib, pushaymonda qolasizlar, debdi qadrli qarindoshlar. Endi biz musulmonlar qanday qilishimiz kerak? İslam dinida tepib olgan pulni igisini tepib berish kerak, qaytarib berish kerak, o'zining bo'lmagandan keyin olmaslik kerak deymiz qadrli qarindoshlar. Shuningga amal qilishimiz kerak, chunki u bizning pulimiz emas. Endi bu şu Amerikadagi yoki boshqa yerdagi kishilarningki ko'z qarashiga asosan deyilgan gapkan. Yoki bir Xitoyningki yazgan kitob bo'lib qolsa, shuning qarashi bo'yicha chiqqan natija o'xshaydi, tahlil. O'zimizga ishonish yetarsiz bo'lsa, endişe tashvishda qolamiz degan mazmunni o'rganamiz. Seher saat 4:20'deki Harvard degan kitaptın. Harvard Üniversitesi'nin ilham bəxş hikmeti. Endişe, təşviş kişini algı bastırmaydı. Kişinin yuşurun iktidarını normal cari kıldırmaydı. Özüge işiniş muvaffaqiyet yoludaki muhim faziletinin biri. Özüge işengəndələ uluqvar nişantikligili üzüksüz halda bilim tecrübege igi boğulu buludu. Özüge işiniş yetersiz bolsa, məğlubiyet, təşvişdən xali bulanmayımız. İşenciniz təvrinib qalğanda məğlubiyet təşvişi zulmatdiki alvasıdək sizni parakende qılıdı. Bunisi Harvard oquvchilarga 5 qo'ldek ayan. Ular özleriga qandaq nishon tiklashni, bilim va tajriba bilan o'zini qurollantirishni, tashvishni o'ziga yaqin yo'latmaslikni biladi. Tok az qaptı, batarya qadırlı qarindoshlar. Bununla bir amal qilayli, ondan keyin dersimizni davomlashtiramiz, canım dostlarım.
Yani özümüzge işenmesek qanday bo'ldikan degan vaqtida özümüzge işiniş yetersiz bo'lsa, endişe tashvishda qolamiz. O'ziga ishonish muvaffaqiyat yo'lidagi muhim fazilatning biri. O'ziga ishonganda ulug'vor nishon tikligili, o'zliksiz holda ilm, bilim, tajribalarga ega bo'lib bo'ladi. O'ziga ishonish yetersiz bo'lsa, mag'lubiyat tashvishdan xoli bo'lolmaymiz. İşenciniz tavrinib qolganda mag'lubiyat tashvishi zulmatdagi alvostidek sizni parakanda qiladi. Bunisi Harvard o'quvchilariga 5 qo'ldek ayon. Ular o'zlariga qanday nishon tiklashni, bilim va tajriba bilan o'zini qurollantirishni, tashvishni o'ziga yaqin yo'latmasligini biladi. Yoshlar o'smirlar uchun aytganda bilim va tajriba o'ziga ishonishning asosi. Chunki ular ishonchimizni texmi oshiramiz deydigan, o'rganish orqali o'zining bilimini davomli oshirishiga to'g'ri keladi. Undaq bo'lmaganda bilimi va tajribasi kam bo'lg'achqa muvaffaqiyat qozonishdan burun vahima ishida qoladi. Bundaq ahvolda muvaffaqiyat qozonolmaydi. Mag'lubiyat soyidek ergishib olganda endişe tashvishdan iborat iblis adab ketadi. Biz mag'lubiyatdan ziyoda qo'rqqachqa, nurg'un yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'yamiz. Ba'zi yangi shaylarni sinab boqishga jur'at qila olmaymiz. Shuning bilan muvaffaqiyat yo'lida texmi gangrab qolamiz. Oxirida bo'lsa, ümidsizlik patqiga petib qolamiz. Mashhur adib Emir Sun mundaq degan edi. Acizlar atrofidagi rishatkini, yerlari og'dirilgan va o'talgan dehqonchilik maydonini, shundaqla silinib bo'lgan uylarni ko'ralaydi. Kuchliklar bo'lsa, kelgusidagi uylar va dehqonchilik maydonini ko'ralaydi. Ularning ko'zlari quyosh bulutlarni tarqitib etganga o'xshash tezla uy zimin barpo qila oladi. Yoshlar o'smirlar o'z ishonchisini tiklamoqchi bo'ladi ekan, o'qish, o'rganish yoki kelgusidagi kasbida texmi zo'r muvaffaqiyat qozonaman deydi ekan, endişe tashvishdan iborat bu g'oyat zo'r dushmanni yengishi lozim. Rogers Harvardni bitkizgandan keyin ma'lum xalqaroliq peyi bozorga solingan shirkatining kasbiy direktorligiga taklif qilindi. O kasbiy bilim jihati kam kutusiz bo'lsa-mu, lekin xizmatga yangi chiqqan bo'lg'achqa ko'nglida tushunib bo'lmaydigan bir xil vahima bor edi. Rogers her qitim xaridorlar bilan ko'rishganda qo'rqib alaqzodi bo'lib ketadi. Qarshi tarafning o'ziga bergan bahosiga nihoyat e'tibor bilan qaraydi. Navoda oson qutulg'ili bo'lmaydigan xaridorlarga yo'liqsa, kishilar u o'ttiri qo'ygan loyihaga qarshi turish pozitsiyasida bo'lsa, hatto jiddiylashidan butun a'zoyi titrab ketadi. Bundaq tashvish sababidan barqancha ishonchni yo'qotgan Rogers nurg'un ishlarni obdan qilolmaydi. Onun chiroyining odatdagi bo'lishi, shundaqla kuchli jazbadorlik kechiringlar. Onun chiroyining odatdagi bo'lishi, shundaqla kuchli jazbadorlikning bo'lmasligi uning uchun bag'ansari bir psixik to'salg'iga aylanib qoldi. Texmi yomoni shuki, xo'jayinning mundaqla deb qo'ygan bir eg'iz so'g'uq kipi yoki so'g'uq chiroyi Rogersda turli g'alati o'y xiyollarni paydo qiladi. Gerçi Rogersning kishining zavqini keltiradigan o'qish tarixi bo'lsa-mu, lekin xizmatdagi ifodasi ko'ngildagidek bo'lmaydi. Onun kasbidagi natijasi ko'ngildagidek bo'lmag'achqa, xo'jayin uni davomli ishlatish yoki ketkizib etishni boshqadan o'yinlashga majbur bo'ladi. Bu chog'da Rogers o'z Bu çağda Rogers o'zgarmisi bo'lmaydiganligini his qiladi. O yetakchisining bunu bir cümle sözünü esiga oladi. Tashvish kishini alg'a bostirmaydi. Kishilarning yoshirin qobiliyatini
normal cari kıldırgılı koymaydı. Dervaqa, ügünüş ve hizmetimizde bizge tusalgı bulunduğunu taşkı amil bomastin belki del vücudumuzdaki vehimidir. Rogers ma'lum vaqt özünü tanışıgandan keyin kishilarning oldida yangi qiyofat bilan o'ttirg'i chiqdi. Xo'jayin Rogersning ching turishi sababidan uning bir fursatni, ya'ni bir xaridor bilan savdolashish fursati berdi. Rogers bu qatim savdoni ko'ngildagidek bitirdi. O xaridorlar bilan kengashish davomida gap so'z, yurish-turish va ro'y qiyofat jihatlarda Harvard o'quvchilarida bo'lish tegishlik sapani namoyon qildi. Rogers oxirida kishini mamnun qilgudek natijaga erishdi. Bir faylasufning tashvish andishi irodaning zindoni o kishilarning vujudiga yushirinib oladi. O yerda makonlashishga urinadi. Tashvish kishilarga xurofotlik elib keladi. Xurofotlik bir xanjar, soxtipazlar bu xanjar bilan ruhni o'ltirdi degan gibi hali ham esimda. Yoshlar o'smirlarning bilim va tajribasi yetarsiz bo'lg'achqa, muvaffaqiyat yo'lida ozdir ko'pdir andishi tashvishdan xoli bo'la olmaydi. Bu chaqda ular ishonchini kuchaytirib, g'ayrati kelib, andishi tashvishni yo'qotishi, shundaqla tashvishni aktiv harakatlantirgich kuchga aylantirishi lozim. Siz yana orqaga so'zmag'iningizda, saqlamag'iningizda andishi tashvishning o'zingizdan yiroqlab ketganligini bayqaysiz. Endi Harvardliklarning muvaffaqiyat qozonishga siri. O'quvchilar mendan qanday qilganda andishi tashvishni tugatalaymiz deb so'raganda men hozirdan boshlab o'gining mana bu andishi tashvishni tugatishning birinchi qadami deb javob berdim. O'zingizning nishoni bo'lganda, nishoningiz uchun kurash qilishga boshlaganda andishi tashvish o'zini qo'yadigan joy topolmay qoladi. Odamning ishonchisi nishonning ilhom berishiga muhtoj. Shuning bilan bir vaqtda amaliy harakat orqali qo'llashga muhtoj. Amaliyotda nurg'un ishlar kishilar o'ylagandek qiyin emas. Nishonimizni oydinlashtirib olsaqlar, shundaqla aktiv, unumli harakat qo'llansak, muvaffaqiyat qozona olamiz. Nishoningizni ko'nglingizdagidek bekitib bo'lgandan keyin keyningizga qarasangiz, tashvishni tugatmak sizga nihoyat oddiy bir ish bo'lib qoladi. Harvard universitetining sanaqa siz uchun cho'ng, zo'r andishi tashvish nima? Psixik sinoq. O'ziga ishonmaydigan odamlar hamon ba'zi bir andishi tashvishdan xoli bo'la olmaydi. Siz uchun eng cho'ng tashvish nima? Siz hozir ichingizda birdan to'tkichni sanang. Andin sezgüringizga tayinib, ma'lum bir sonni tanlang. Mushunda qilsangiz, nimidan bek tashvishlidiganligingiz bilinadi. 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 4 saniye debdi. Javobning tahlili. 1 saniyeni tanlaganlar qalbinglar illiqlikqa to'g'an odatdagi turmushda doim xotirjam yuraysizlar. Biroq qalbinglar zirkishlik va quruq bo'lg'achqa andishi tashvish bilan to'lgan. Doim qildiganga ishinglar bo'lishni, shundaqla birasining yeninglarga turishini umid qilasizlar. 2 degan sonni tanlaganlar eng qo'rqadiganlar kishilarning so'g'uq muomalasiga uchrash bo'lsa kerak. Navadi uyinglarda yoki do'stinglarning orasida yetarlik e'tiborga erisholmasanglar, ishinglar pushib, bearam bo'lasizlar. 3 sonni tanlaganlar mag'lub bo'lishdan intayin qo'rqsizlar. Sizlar nihoyat iqtidorli bo'lg'achqa, shundaqla o'zingizlarga ishonchinglar bo'lg'achqa, mag'lub bo'lish sizlar eng qo'rqadigan ish hisoblanadi. 4 sonni tanlaganlar ta'limlarning kelmaganligidan bek qo'rqsizlar. Chunki o'zingizlarning turmush planinglar bor. Ta'limlar on kelmaganligidan intayin ma'yuslanasizlar
deptu canım dostlar. Endi üzüge işenmeydiganlarga mümkün bolmaydigan iş yok degan mazmunni birlikte öğrenmekçi edik, qadrli qarindoshlar. Bugün mushunchilik qila oladigan o'xshaymiz. İnşallah yine kelar hafta qolganini biraz uzun bo'lsa birlikte o'rganib tugatamiz, canım dostlarım. Bugünkü dersimiz bir şeyde tamam bo'ldi. İnşallah kelarki saati ko'rishaylik. Allah'ның o'ziga amanet bulunlar. Nəhayət yaxşı bir hafta axırı tətilini ötküzüşünlərə tiləkdaşman. Bu xil kitablarni birlikdə öyrənginimiz yaxşı. Ən yaxşısı özünlər qulunlarga elib, qulunlarını tutub bunu birdən-bir səslik oxusanlar, avazlıq oxusanlar buludu, mənə oxşaş. Sizin qulağınıza kiridi, həm oxuysizlar, gözünüzə uyardı buludu. Sizlarga yaxshi o'zlishi mumkin deb qarayman. Bu bir kitob o'qishningki usuli, qadrli qarindoshlarim. Alloh Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.